Xitoy Huawei texnika şirketi piyodalar orasida Uyg'urlarni bayqaydigan sistemaning patentga erishishni iltimos qilgan. Amerikadagi bir tadqiqot shirkati o'rtoqlashgan hujjat Huawei'ning iltimos sunganligini isbotlagan bo'lib, Xitoydagi bir qism texnika shirkatlarimi mushuningga o'xshash iltimos sungan. BBC'ning xabar qilishicha, bu shirkat Xitoydagi patent bilan ta'minlaydigan organ davlatlik bilim mulk huquq boshqarish idorasiga hujjatdagi Uyg'urlarga oid tasvirlarni o'chirish uchun ijozat berishni talab qilgan. Xitoy texnika shirkatlarining Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni bostirishiga yordamlashganligi tanqidga uchrab kelgan edi. Yaqında Amerikadagi bir tadqiqot shirkati Huawei'ning hukumatga yordamlashib, kishilar to'pi orasidan Uyg'urlarni farqlantiradigan bir yuz tonish sistemasi yasab berganligini oshkorlagan edi. Huawei'ning o'xshamagan millatni farqlantirish uchun sistema tuzish tunji qatim ish emas bo'lib, Huawei 2018-yili Xitoy Fanlar akademiyasi bilan patent iltimos qilgan. Amerika uzundan buyon Xitoyning zulmiy va talon-taroj qilishiga uchragan Sharqi Turkistondan paxta va pomidor import qilishni to'xtatishni qaror qildi. Amerika Tamojna va chegara qo'g'dash idorasi e'lon qilgan bayonotida bu qarorning Kompartiyasining rayonda yashaydigan oz sonli millatlarga qarshi elib berilgan harakatini oxirlashtirish uchun chiqarilganligi bayon qilindi. Tamojna xodimlari majburiy emgak bilan ishlab chiqarilgan deb gumon qilingan barliq mahsulotlarni Sharqi Turkistondagi ta'minlash zanjiridan chiqarib o'tish uchun tadbir qo'llanganligini bayon qildi. Dunyodagi eng chong paxta bilan ta'minlovchilarning biri bo'lgan Sharqi Turkistondan paxta importining cheklanishi dunyo savdosiga ko'rinarli ta'sir ko'rsatganligi ilgari surilmoqda. Washington hukumati ilgari bir qism shirkatlarning Sharqi Turkistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoyning 1989-yildagi Tiananmen voqeasidan buyongi kishilik huquqdagi eng qorong'u davrda deb tanqid qildi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti tomonidan e'lon qilingan 2020-yillik Dunyo kishilik huquq dokladida Xitoyning Uyg'ur avtonom rayoni, Ichki Mo'ng'ul va Tibet avtonom rayonlaridagi millatlarga tutgan pozitsiyasining yomonlashganligi, Hong Kongga bo'lgan bisimining kuchayganligi va Xitoyning yangi tipdagi Wuhan virusining yuqum ahvolini yoshirganligi o'tirg'a qo'yilgan. Beijing hukumatining Xitoy kompartiyasiga bo'lgan sadoqatmanligiga kafolatlik qilish uchun ko'rsatgan bisimning butun mamlakatga cho'nqurlashganligi ta'kidlangan dokladda Sharqi Turkistonda yashaydigan Uyg'urlarni xohlagancha tutib turish, majburiy emgakka silish va keng ko'lamli nazorat qilish faoliyatlarining davom qilayotganligi o'tirg'a qo'yilgan. Dokladda yana yerlik ma'arif organlarining 2020-yili 9-oyda Mo'ng'ulchaning o'rniga Xitoy tillik ma'arifni majburiy yo'lga qo'ygandan keyin Ichki Mo'ng'oliyada namoyish o'tkazilganligi, Tibet rayonidagi doiralarning din, fikr, harakat va yig'ilish erkinligini cheklaganligi ko'rsatilgan. Vengriya Xitoyning Yevropa ittifoqi tavallugidagi tunji universitetini kutib olishga tayyorlik qilmoqda. Xabar qilinishicha, Xitoyning Shanxaydagi Fudan universitetining Yevropa sho'basini tashkil qiladigan maktab rayoni 2024-yildan boshlab xizmatga tushishni planlagan bo'lib, taxminan 6000 o'quvchi qabul qiladi ekan va iqtisod, xalqaro munosabat, tibobat va texnika fanlari qatorliq sohalarni ta'sis qildi ekan. Budapesht hukumati maktab rayoni qurishga taxminan 2 million yevro yordam berishga tayyor ekanligini e'lon qildi. Lekin yaqinqi yillardan buyon Xitoyning O'rta va Sharqiy Yevropaga solgan mablag'ini ko'paytirib, ilm-fan sohasiga ta'sirini kengaytirishi va Yevropa universitetlarida 100 dan ortiq Kongzi instituti ta'sis qilishi andishi paydo qilgan. Tanqid qiluvchilar Xitoy Kommunistik partiyasining ilmiy organlariga qarata kuchli ideya kontrolligi o'rnatganligini ilgari surmoqda. Amerika ئاۋام پالاتاسىدا o'tkazilgan bilet tashlashda Prezident Donald Trampni ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ tashlash qonun loyihasi qabul qilindi va Trump 2 qatim ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ tashlash harakatiga uchragan tunji Amerika prezidenti bo'ldi. Bu qonun loyihasi 197 ga qarshi 332 bilet bilan ma'qullangan bo'lib, qo'llovchilar bilan qarshi turuvchilar partiya tavalligi asosida ayrilgan. Lekin parlamentda 222 Demokrat partiyasining vakili bor. Cumhuriyetchilar partiyasining 10 parlament a'zosimi bilet tashlab bu qarorni qo'llagan. Bilet tashlashdan keyin e'lon qilingan sinliq uchurda Trump bu haqda to'xtalmagan va 6 yanvar parlamentga qilingan hujumni ayblagan.